Ko'rib turgan daraxtning gilos daraxti Giant Red navi. Giant Red navi o'ziga xos ajoyib xususiyati bor, yoyilib o'sadi va juda yirik meva qiladi. Buni ayrimlar Gigant Red ham deydi, ikkalasi deyarli bir xil nav. Shuning uchun endi bu daraxt qolturimiz bu daraxt o'sishiga KGB usul tarbiya qilish bilan tushmaydi. O'shaning uchun biz bu yo'nalishni boshqacha usul tarbiya qilamiz, ya'ni islom butasi usul tarbiya qilamiz. O'rtadagi shoxlar hammasi. O'rtadagi shoxlarni bizga kerak emas o'rtadagi shox umuman. Shuning uchun bulardan voz kechamiz, mana bundan olamiz. O'rtadan olamiz. Turibdi mana buni ham olamiz mana. Mana bu qoldirishdan maqsad mevasi bor ekan. Shunda qoldirib mevasini olamiz, keyin voz kechamiz bundan. Mana bir-biriga kesishyapti, buni ham olamiz. Buni ham voz kechiladi mana. Mayda narsalar. O'rtada endi mana bu yopib qo'yib muammomiz. Endi buni olib qo'yamiz. Endi o'tgan yili mana shu yerda kesilgan, mana shoxlar ko'payyapti. Bir yosh shoxlar hammasi. Keyingi yilga 26-yilga hosilga tayyorlash uchun biz buni kribovka qilamiz, ya'ni yon shox chiqaramiz mana bunaqa. Hamma yon shox chiqaramiz. Xudo xolasa ko'rsataman, olib kelasiz. Demak, qarang. Bir yoshli nodadan, ya'ni shoxdan boshlaymiz. Tashqariga qaragan kurteladan boshlaymiz har doim. Mana buni yengil zararsizlantiramiz. Darshiyani qilamiz buni. Buni ham davom ettiramiz.